Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yakkatol mahallasidagi 21-kontur daladamiz. Bu yerga 10 gektarga tarvuz ekilgan. 10 gektar yer maydoniga 20 ta yoshlarga olingan. 20 ta yoshlarni Mamatov Firdavs aka boshliq biriktirib endi Muzrabot tomorqa xizmati MCH tomonidan, lider tadbirkor tomonidan urug'lari Imperatsiya, Gigant navlari ekilgan. Bular tarvuzlarimiz mana gullab qolgan. Endi Xudo xolasa bu tarvuzlar may oyining 25-ga tayyor bo'ladi. Bu tarvuzlarimiz chet davlatlarga, Rossiya, Qozog'iston, qo'shni Tojikiston, Afg'oniston davlatlariga eksport bo'ladi. 10 gektar joyga ekilgan. 10 gektardan 300-350 tonna hosil olishi rejalashtirilgan. Bular haftasiga tadbirkorimiz boyagi lider tadbirkorimiz tomonidan xabar olinib, ximikatlar bilan ta'minlanib turibdi. Haftasiga har xil turdagi ximikatlar bilan bargidan oziqlantirilmoqda. Bunda endi yoshlarimiz bir 60-70 milliondan daromad olishi rejalashtirilgan.